Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov kanaliga xush keldingiz. Men sizlarga batafsil limon to'g'risida aytib bermoqchiman. Mana shu limonni 1,5 oy oldin chiqargan edim. Bu limonlarga kelayotgan bo'lsak, shu 90 tipi limon bor ekan, 8 tonna olibdi hali katta-kattasi. Maydalari ham bor ekan, 1 ton, 2 ton. Hozir shuni 200 ming somonga sotibdi. 25 somondan, bugun 31 dekabr, 25 somondan kilasini beribdi. Qarang, limon qanday bo'lyapti. Joyda mayda-maydalar qolgan. 90 tüpten mesela 8 tonla algan, yana maydalar 1 ton, 1,5 ton bar deydi. Shuning uchun mehnatga kelayotgan bo'lsak, Rossiya barmay mehnat qilsa bo'ladi. Ya'ni ki depart bo'lgan birodarlarimiz. Mening limonim 3,5 so'daqqa ekkanman. 40 tub ekkanman. Bu yerga 90 tupga 8 so'diq, 10 so'diq deng. 10 so'diqqa ekkan bo'lsa ham, ana 10 so'diqdan 200 ming somon foydalanyapti. Qanday qilib? Buni faqat juvasiz keyin pariplar bor ekan, endi parib olib kelibdim-da. Paribni taylab, tövib odartalab suv qo'yasiz. Ko'pincha ko'proq suv qo'yasiz, keyin juvib turasiz. Qandayda ximikatga darsi bersa, haligidan ximikat dari limon anodi hasharotlarni o'ldirayotgan qurt jeb qo'yadi. Ana 4 tenekilarga ana shunday. Bundan limon bor ekan. Mana katta-katta limon qopti joyda. Hozir klasini optoy narxi 25 somon 31 dekabrda 35 somondan optoy narxi bo'lyapti. Shuning uchun aytamanki, mehnat qilingizlar, inshaalloh shunday mehnat qilib turib faqat ishlasa bo'ladi. Kimningdir Rossiyada to'g'ri, yaqinlar ishlab yuribdi Rossiyada yaxshi, lekin bora olmay qolgan birodarlarimiz limon qilsangizlar, mehnat qilsangizlar bo'ladi. Buni men o'zim 3,5 so'daqqa limon qilganman. Shuning uchun lazım limonning ichidaman. Bizning hamsiyaning limon 200 ming somonga sotamasiz, mana shunday hallar 20 yillik nahal ekan. Mart oyida eksangiz ham bo'ladi. Kuzda eksangiz ham bo'ladi. Limonni nahalni. Faqat suv qo'yib turasiz, ishlab olib ketadi. Bundan nelar limonlar qapti. Katta-katta limon. Mana. Ko'rasizmi? Katta-katta limon joylar ishlasa qo'yib turibdi. Ko'plar so'ragan ekan, yana marta video qiling deb. Mana shu 10 so'diqdan, пожалуйста, 200 ming somonga foydalansangiz bo'ladi. Limonning osti turpan saya 30. Üstü bir marta krenke men jabuladi. Qishda jabuladi, dekabr oyida, noyabrning oxirida. Mart oyida ochib tashlaysiz. Buni krenke jabuladi. Sizga rasvodlarga keladigan bo'lsa, kim qanday rasvod qilsa, o'zi biladi. Jiyroq qo'ysa ko'proq rasvod bo'ladi. Armaturlarni turbalarni ham kamroq qo'ysangiz, kamroq rasvod bo'ladi. Xo'p, uchun mehnat qilingizlar. Hammalaringizga omad tilab qolamiz. Bugün 31 dekabr. Limonun üstüne bak ko'rsataman. Mehnat qilingizlar, ishlayingizlar. Uyda masalan, mana shu kishi mening hamsiyam Rossiya bormaydi. Limoni bor. Bu yoqdan yana bitta limon tirashi 20 metr, eniga uzuni 100 metr yana bitta saryapti. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hamisha bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga foydali narsa chiqarib beraveraman. Biror narsa bo'lsa, yana kommentariyada so'rangizlar, qolib ketgan bo'lsa, duolar kelayotgan bo'lsa, tashqari duol 1 metrlar 60 santimetrlar yerga chuqur kavlangan. O'tak shuna, meniki yerim betida lekin bu sal kavlangan, duoli ham bo'lgan balandroq. Har yili qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.